Miksersiz, duxovkasiz, oddiygina tovada og'izda erib ketadigan yumshoqqina pirog tayyorlaymiz. Ishimizni tuxum, shakar, bir chimdim tuzni aralashtirib olishdan boshlaymiz. So'ngra sut, o'simlik yog'ini qo'yib, yana bir rov aralashtirib olamiz. Un, kakao razrixlichilni alohida idishga solib aralashtirib, tuxumli massamizga oz-ozginadan solib aralashtirib olamiz. Xamir tayyor bo'lgandan so'ng shunaqa tagi qalin tovani yog'lab olamiz. Xamirni quyib tekislab, qopqog'ini yopib, past olovda 30 minut davomida pishirib olamiz. Pirogimizni ichi yaxshilab pishgandan so'ng tovadan olib sovutib olamiz. Shokoladga ozgina o'simlik yog'ini quyib, suv hammomi yoki mikrovolnovkada eritib, erigan shokoladga xohishga ko'ra yong'oq solib aralashtirib, pirog ustiga quyib tekislab olamiz. Yumshoqqina mazali bo'lib chiqadi. Retsept yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, yaqiningizga yuborib qo'ying.